50. Длина. Shavkat. Nima? Shavkat Zodada. Rahmat kattakon. Какой фильм смотришь? Я еще в данный момент смотрю турецкий сериал. Сколько? Что сколько? Эй, Больда, ночью нельзя кушать. Мне все можно. Плюс за ваших могил. Плюс за ваших могил. Ага, hozir. Ko'payib ketyapti sizlar. Ruschani bilmayman. Ruscha bilmayman, men ham bilmayman ruscha. Men даже o'zbekcha bilmayman. Hayron qolmayman. Так что по барабану. Zo'r kino o'sha. Qaysi o'sha? Sevgilim. Voy, o'ylanib ketdinglar bu. Ha, ular ruslar ko'payib ketdi-yu. O'zbekchalik emas. O'zbeklar прям yeri tagida любой joyda topiladi. Откуда-то я из Москвы. Я полюзал Balık Могилы kino. Uni ko'rmaganman lekin. Я тоже. Atilla Betudim. Ko'zlaring dalam yanar. Когда встретимся? Keyingi yilga xuddi shunaqa paytga. Afsus, nima? Afsus, deport bo'lib ketaman yaqinda. Nega? Qaysi statsiya bilansam? Dokument. Bu gap yengil emas lekin. Shuncha qilish kerak-da, dokument. Dokument yo'q, deport qilmaydi-ku, просто uylariga yuborib yuboradi. O'zlari shunaqa deport qilmasa ham ketmaysizlar. Bitta tanish qizim bor edi, dori tarqatib yuruvdi. Jala qamalib ketibdi. Tavba qildim. Qamaladi-da. Oy. Yaqinda Moskvada ma'lum bitta tanishim shunaqa dori sotib yurardi. U ham qamalib ketgan, qamalganiga 4 oy bo'lyapti-da. Hali ham Mash'dan to'g'ri O'zbekistonga borishgan, hali ham sudi bo'lmagan, hali ham yuribdi. 18 yosh edi. Жалко, просто жалко. Tupus, yoshlarning tupukligi.
Jalka ketdi. Qamalishini bilganimda edim. Spokойной ночи. Спасибо вам тоже. Nima qilardingiz qamalishini bilganingizda? Aytmay endi hammani oldida. Aytmay qo'yavering, shunaqa qiling. Yaxshiyam qamalishini bilmay qolgansiz-e. Eng qizig'i, men ham birga ishlamoqchi edim. Necha yoshsiz siz? Buyam bitta yaxshiligiga qarang. Bo'lsam siz ham ketardingiz. Har kuni 50 ming to'layotdi. Hozir endi 50 milliard bersa ham uni chiqish problema bo'ladi. Mani efirimda bunaqa gaplar yozasizlar, yozmanglar. Iltimos bunaqa gaplar. Boshqacha bo'lgunlar. Alibek, rahmat. Jiyan turdi, u hali uxlamagan. Bolangiz bormi? Yo'q.